Toshkent shahrida hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan qiz avtomashina boshqarib 2 nafar piyodani urib yuborgan. Jabrlanganlardan biri og'ir, ikkinchisi yengil tan jarohati olgani ma'lum bo'ladi. Hodisa yuzasidan sud, tibbiy va avtotexnika ekspertizalari o'tkazdi. Bugun ushbu holat bo'yicha sud ishi boshlandi. Hamkasbimiz Ruxsora G'afurova bu haqda batafsil xabar beradi. Ozoda Nursaidovaning Dilbarim nomli klipida suratga tushgan aktrisa Sabrinani voyaga yetmagan qiz tomonidan avtomobilda urib ketilishi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida voyaga yetmagan sudlanuvchiga nisbatan sud ishi boshlandi. 21 yoshli Sabrina Jabborova kuni kecha Turkiyadan davolanishdan qaytdi. O'zi bilan bog'liq baxtsiz hodisa haqida u shunday deydi. Haqiqat so'rayman, meni sog'ligim ko'rib turibsiz, men chalajon bo'lib qoldim, tug'olmas bo'lib, singa yirtilgan, yarim nogiron bo'lib qoldim, zirenamga ta'sir qildi. Ko'zim tushib ketdi, zirenam har bir operatsiyada zirena tushadi, ko'rolmas bo'lib. Endi holatim yarimjon bo'lib qoldim-da. Albatta, Ozoda Nursaidova pul to'labdi, operatsiyamizga yordam berdi. Sudlanuvchi klipdagi roli uchun avtomobilni boshqargan vaqti 16 yoshda, ya'ni voyaga yetmagan bo'lgan. Uning onasi bilan suhbatlashdik. Oyog'idagi krossovkasini yechib, kablik kiydirishgan. O'sha kablik bilan o'zingiz bilasiz, mashina haydash yoki boshqarish mumkin emasligini, bu lekin haydamayman, men haydolmayman deganiga qaramasdan haydashing kerak, ssenariy ko'rsatilgan, biz olishimiz kerak deb bunga komanda berilgan. O'sha vaqtda bu qilishim kerak ekan deb yosh bolada endi haydagan. Chunki u yerdagi syomishni gruppadagilar buni bilish kerak edi-ku, buni yosh qizligini, buni pravasi yo'qligini, texnika bezopasnosligini ta'minlash kerak edi-ku. Chunki bu o'zidan o'zi klipga kelgani yo'q, o'zidan o'zi otasini yoki kimnidir mashinasini olib chiqib, haydab chiqib urib ketgani yo'q. Bu o'sha klipda kim mashinasi, kimni mashinasi, u kim olib kelgan? Uni bizga qorong'i, menga qorong'i. Ahad Qayyum Ozoda Nursaidovaning Dilbarim nomli filmiga ba'zi aktyorlarni, shu jumladan Sabrinani avtomobil bilan urib ketgan voyaga yetmagan qizni ham jalb etgan. Sud majlisida u ham ishtirok etdi. Avtomobilga, mashinaga o'tirishda siz aytgan ekansiz, to'g'rimi? Yo'q, mashinaga o'tirishni men aytmaganman, lekin haydashni biladi deganman. O'z ishonchingiz komilmidi? Rostdan ham haydashni bilarmidi? Endi boshqa syomka jarayonlarimizda shunaqa holatlar bo'lganda foydalanganmiz, yaxshi haydagan. Endi haydashni biladi deganman, men aytganman, uni men tergovda ham aytdim. Shu juda ham xato bo'lgan, o'ylab qarasa. Juda ham noto'g'ri bo'lgan. Sud jarayonida da'vogar va javobgar tomonlar tanishtirildi. Sabrina Jabborovaning advokati Zebo Komilova sud majlisini boshqa kunga qoldirish to'g'risida sudga iltimosnoma kiritdi. Jabrlanuvchi bilan suhbatlashganimda u ish holatlari bilan umuman tanish emasligini, ish holatlari bilan tanish niyatida ekanligini, hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, Jinoyat protsessual kodeksining 55-moddasiga asosan ish hujjatlari bilan tanishish, fotonusxalar olish. Yo'q, jinoyat ish hujjatlari bilan tanish emasman. Shu sababli sudga iltimosnoma kiritmoqchiman. Ish hujjatlari bilan tanishish, fotonusxalar olish hamda jabrlanuvchini bugun mazasi yo'q ekan, ko'rsatmam bera olmayman, holim yo'q degani sababli ishni boshqa kunga qoldirish to'g'risida iltimosnoma taqdim qilaman. Sudda bu taklif bo'yicha tomonlar tinglanib, sudya shunday qarorga keldi. Jabborovaning advokati Komilova tomonidan keltirilgan iltimosnomasi qonuniylashtiriilsin. 2025-yil 14-may kuni 11:00 ga qadar sud majlisida tanaffus e'lon qilinsin. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.